Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selam ala Rasulillah. Dursul Lugatil Arabiya 3. qism kitapның 9. dərsdən eşib qalğan məşqlərini sözlüyütəyli. Təmarin künükmülə. Birinci məşqini işləməyən. Birinci məşq. Əcib anil əs'ilətil ətiyə. Tövəndiki suallarga cavab verin. Birinci. Mənilləzi nəsiyə dəftərəyhi. İki dəftərini unutub qalğan kişi kim? İkinci. Limə la yahduru əxava Məs'udin. Məs'udның iki qarindishi nima üçün kəmməydi? Ayna mudarrisul Qur'anil Karim. Qur'an Karimning o'qituvchilari qayerda? Bularni tekstga asosan javob bersanglar bo'ladi. Ikkinchi mashqni so'zlab bo'lgan. Andan keyin 11-chi mashqqa kelgan. 11-chi mashq ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan kila va kilta. Kila va kiltani ishlatib turib, tuvanki savollarga javob bering. Birinchi. Ayyul qalamayni da'a. Qalamninki qaysi yutib ketdi desa, her ikkilisi yutib ketdi deb javob bering demoqchi. Kilahuma da'a, her ikkilisi yutib ketdi deb javob bersak bo'ldi. Ayyal kitabayni turidu an tashtariya. Ikki kitobdan qaysini sotilishni xohlaysiz? Kilayhima deb javob bersak bo'ldi. Ya'ni uridu an ashtariya kilayhima. Ayyal majallatayni qara'ti yoki qara'ta. Ikki jurnaldan qaysini o'qidingiz? Qara'tu kiltayhima desak bo'ldi. Ayyas sa'atayni suriqat. İkidan saatning qaysi o'g'irlandi? Suriqat kiltahuma desak bo'ldi. Ayollik bo'lgandan keyin. Ayyal lug'atayni ta'rifu. İki lug'atning, ikki tilning qaysini bilasiz? Al-urdiyata amil farisiyata. Urdi tilimi yoki fars tilimi deydi. A'rifu al-lug'atayni yoki a'rifu kiltayhima desak bo'ldi. Ayyul umlatayni indak. Pul birligining qaysi bayni, qaysi pul birligini ishlatasiz? Junaymu yoki dollarmu debdi. Indi umlatdan bo'lgandan keyin kiltahuma desak bo'ldi. Ayyu mudarrisayil fiqhi g'abal yawma. Fiqh o'qituvchining, ya'ni ikki fiqh o'qituvchisining qaysi yo'qolib ketdi? G'aba kilahuma desak bo'ldi. Ayyal babayni fatahta. Ikkining qaysini ochdingsa, fatahtu kilayhima. Ayyun nafizatayni maftuha. Ikki derazdan qaysi uchuq? Kiltahuma desak bo'ldi. Kiltahuma maftuha, har ikkisi uchuq. 10. Man minhuma da'ifun fi nahwi. Ikkisining qaysi grammatikada ajizroq? Kilahuma da'ifun fi nahwi desak bo'ldi. Kila va kilta ismani. Kila va kilta ikki ism bo'lib, lafzuhuma mufrad. Ularningki lafzi mufrad, ya'ni birlikni bildirdi. Ma'nosi ikkilik. Va mura'atul lafzi aksaru. Lafziga rioya qilish ko'proq, ya'ni lafzi mufrad, mushu bo'yicha muomala qilish ko'proq uchraydi. Masalan, kilahuma jadidun, kiltahuma mujtahida. Ya'ni kilahuma erlik uchun, kiltahuma ayollik uchun ham ma'nosi ikkilik bo'lgan bilan ishlatgan vaqtda birlikka muomala qilgandek, ya'ni mubtada bo'lib ketdi, xabarni birlik qildik. Chunki xabarlar mubtada sanjati moslashishi kerakdi. Va yajuzu mura'atu ma'nahuma. Ma'nosiga rioya qilishmi durust, ya'ni ikkilik bo'yicha muomala qilsak durust. Masalan, kilahuma jadidani, kiltahuma mujtahidatani deb ikkilik bilan muomala qilsak bo'ldi. 12. Ta'ammalil amsilata li zanika va tanika. Zanika va tanika uchun berilgan tuvandagi misollarni tafakkur qiling, o'ylaning. Haza kitabun, hazani kitabani. Bu bir kitob, bu ikkisi ikki kitob, ya'ni hazani degan hazaning ikkiligi. Hazihi sayyaratun, bu bir mashina bo'lsa, hatani sayyaratani, ya'ni hatani hazihining ikkiligi. Ya'ni ayollik, ikkilik, yaqinni ko'rsatish almishi. Zalika qalamun, zanika qalamani, ya'ni zanika zalikaning ikkiligi. Tilka madrasatun, tanika madrasatani, ya'ni tanika tilkaning ikkiligi. Buni yodlab olsanglar bo'ldi. Haza akhi va zalika sadiqi. Hazani kitabaya, bu ikkisining ikki kitobi, va zanika kitaba zamili, bu ikkisi savodishimning ikki kitobi. Hatanil hafilatani tasirani ila al-jami'ati va tanika ila al-matari. Mau ikki avtobus universitetga boradi. Va av ikkisi aerodromga boradi. Liman hazihi dafatiru hiya li zaynika talibayni. Bu daftarlar kimning? Ular av ikki o'quvchining, ya'ni zanikaninki lam kirganligi uchun majrur shaklida alif yog' o'zgarib ketganligi uchun zaynika bo'ldi.
Lavnu taynike sayyaratayni jamilun. Avu ishki mashinaning rangi chiroyli. Qalallohu ta'ala li Musa alayhissalam. Alloh taolo Musa alayhissalamga shundoq dedi. Fazanika burhanani min robbika ila fir'auna va mala'ihi. Ana ashu ikkisi Parvardigoring tarafidan Fir'avn va uningki guruhiga, Fir'avnning odamlariga Parvardigoring tarafidan berilgan ikki dona hujjat, paket. 13-si da'fil faraghi fima ya'ti isma isharatin munasiban lil ba'id. Munasib bo'lgan izrohni ko'rsatadigan ism ishoratni qo'ying deydi tuvandagi bo'sh o'rinlarga. Haza bayti va izrohni ko'rsatish bo'lganligi uchun zalika desek bo'ladi. Zalika baytu akhi. Hazani akhawaya ma ikkisi mening o'g'il qarindoshim, ikki o'g'il qarindishim va zanika zamilaya. Hatani bintaya ma ikkisi mening ikki qizim va tanika binta ukhti va avu ikkisi qiz qarindishimning ikki qizi. Iftah hazaynil babayni ma ikki eshikni oching. La taftah yana avu ikkisini ochmang deymiz. La taftah zaynika. Ya baladu igsil hatayni sayyaratayni. Bala ma ikki mashinani yuvg'in va avu ikkisini yumg'in. La taghsil taynika. 14-chi. Hati mudari'al af'alil atiya. Tövendeki fe'illarning mudarisini keltiring. Sahaba, ghammada, kafa, da'a bilan o'zinglar lug'at izlab mudarisini topsanglar bo'ldi. Hati jam'al asma'il atiya. Tövendeki ismlarning ko'pligini keltiring. Arika, mablagun, ajirun, sivarun, hissatun bilan o'zinglar lug'atlar izlab topsanglar bo'ldi. 16-chi. Hati mufradal asma'il atiya. Tövendeki ismlarning birligini keltiring. Hunudun, duvalun, fawakih. Muşlarni o'zinglar topsanglar bo'ldi. Pek oson tez emas. Lug'at izlab topsanglar bo'ldi. 17-chi mashq. Ata ya'tining buyruq shakli iti. Buning aslisi i'ti. I'tigi ikkinchi hamzaga o'zgargan. Lekin vav yoki fa harfidan keyin kelgan bo'lsa, bu chaqda ikkinchi hamza asliga qaytadi. Ya'ni vayti, fayti bo'lmasdan va'ti, fa'ti bo'ladi. Bunda bo'lishining sababi, ya'ni vav fa'dan keyin kelgan vaqtida mushg'ul holatda nutqda birinchi hamza tushib qoladi. Birinchi hamza tushib qolib, ikkinchi hamza aslidagi hamza o'z asliga qaytadi. Shuning uchun va'ti fa'ti bo'ladi. Vav fa'dan keyin kelmagan boshqa holatlarda bo'lsa, iti bo'ladi. Lahiz mulohiz qiling deydi. Anna hamzatal amri tuhzafu fil kitabati aydan fi hazihil kalima. Va'ti fa'ti degan so'zda, mush ikki so'zdimi, yozgan chaqdimi buyruqninki hamzasi tushib qolganligini muloyiz qiling. Ya'ni iti degandiki alif, ya'ni hamza tushib qoladi. Ata bi shay'i. Endi yana bir narsa, ata bi shay'i bir narsani olib keldi degan gap, ay ahdarahu uni akeldi. Taqulu ma ataytul yawma bi daftarin nahwi. Men bugun grammatika daftarimni ilib kelmadim. Ata keldi, ata bi ilib keldi. Va fit tanzil Qur'on Karimda shundoq kelgan. Qala Ibrohim alayhisalom dedi. Fa innalloha ya'ti bish-shamsi minal mashriqi fa'ti biha minal maghrib. Alloh taolo quyoshni mashriqdan ilib keldi. Sen quyoshni mag'rib tarafdan chiqarib baqqan. Mag'rib tarafdan olib kelgan qani. Qala zalika li Namrud. Bu gapni Namrud qilgan. Shuning bilan 9-dars butunlay tugdi. Subhanak Allohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.